Assalomu alaykum hurmatli podpischilar. Bugun 25 dekabr 2025 yil navbatdagi savdomiz. 2022 yilda ishlab chiqarilgan avtomat korobka Cobalt avtomobilimiz bo'ldi. Mashinamizni o'zimiz Bog'ot Centerdan kelgan Daniyarbekka sotdik. Inoyka kilitlari tabriklaymiz. Rahmat. Izikatda bergan. Mashinamizning narxi 133 million bo'ldi. Naqd pulga ketdi. Daniyarbek nechik mashin ko'ngildagi deymi? Mana usta tekshirtirding. Kraskalar toza chiqdimi? Probeglar halol chiqdimi? Hammasi zo'r tekshirtirdik. Probegi halol. Yakti shu mashin oldik. Tavsiya etasanmi xudo xolasa yurtdoshlar? Ha, tavsiya etamiz. Yurtdoshlarga sotgan mashinamiz aytib o'tganimizdek 2022 yilda ishlab chiqarilgan edi. 4 dona yumshoq balon, metan gazda ustanovka qilingan edi. Salon holatlari ham shunday akkuratniy edi. Monitorlar ham qo'yilgan edi. Mashinamiz tiniq holatda edi. Hech qanday bir kirchiq, yenchik, aybi defekt yo'q edi. O'zlari ham tekshirtirib keldilar kraskalarni. Shunday holatdagi mashinamizning narxi 133 million bo'ldi. Kim shunday sifatli va arzon mashinalar kerak bo'lsa, Bog'ot tuman Gain ro'parasindagi Bog'ot avtolider saloniga kelaverasizlar. Xohlasangiz bizda boshqa turdagi avtomobillar ham bor. Bizda naqd pul, avtokredit, barcha xizmatlari bor. Ekranda telefon nomeri qoldiramiz. Bemalol bog'lanaverasizlar. Hammangiz salonimizda kutib qolamiz.